Rossiyada yurgan aka-ukalar shu videoni imkoni boricha bir-biringizga srochno tarqatib qo'yinglar. Shu yo'l bilan bir-birimizga yordam beramiz. Videoni ko'ring, video jarayonida sizlarga tushuntirib o'taman. Mana videoni ko'ryapsizlar do'stlar, o'zingizlar ko'rib guvohi bo'lib turibsizlar. Hop, elektrichkada ketayotganda bir shu migrant aka-ukalarimizdan o'zbekmi, tojikmi, qirg'izmi bilmadim, kimdir namoz o'qiyapti. Buni videoga olib tarqatishyapti mana Telegram gruppalarda. Buni men o'zim videoga olganim yo'q. Endi bu bolaga hozir vahobiysan degan bir narsalarni qo'yib, endi 5 yilmi, 10 yilmi qamab yuborishadi. Shunaqa deb hozir e'lon qilinyapti. Shuning uchun do'stlar, jamoat joylarida umuman namoz o'qimayman. Shu kvartiraga o'qiydigan bo'lsangiz ham kvartirangizda, vaqt o'tib ketsa qazo namozlarini ham o'qib oladigan vaqt bo'ladi. Shunaqa paytlarda o'qinglar. Iltimos o'zinglarni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shu videoni albatta podelitsiya qilib tanish-bilishlarga tarqatib qo'yinglar. Ko'chada namoz o'qiydigan odamlar ko'rsin. Kanalga obuna bo'lib qo'ying, kerakli ma'lumotlarni sizlarga chiqarib borishda davom etamiz.